Assalomu alaykum aka-ukalar. Oldi qanot rahidagi pochaqda olib qolganmiz. Narx qiziq bo'ladigan bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar, to'g'risini aytib o'tamiz. Aka-ukalar, bu oldinga chiqarilgan joyi. Qayerda chiqarishgan ekan bilmayman. Ammo hozir chiqargan rahimiz. Aka-ukalar, xohlasa maintenansini qilib topshirib yubordik. Bu ishimizni 300 ming so'mga bitirib berdik. Keyin ustakalarga zo'r tavsiya mana boshqa ustakalarimiz o'zi bu sohada jali aql o'rgatadigan darajada emasmiz. Life hack deyishadimi, nima deyishadi? Mana resor. O'zbekiston mahsuloti. Jemniki. Uchun resorni kesib, chaqlab, hozirgi qanotimizni raxiga moslab qo'yilgan. Bu bo'y qanot shu oldi qanotda ishlaydi. Shu raxlariga, boshqasiga, kalankalarga orqasini kesib, raxlarni chiqarishga zo'r ish beradi. Katta ob'emni chiqazib beradi. Ishlar sifatli chiroyli chiqadi, xohlasa. O'zbekiston mahsuloti.